Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızı devamlaştırıyoruz. Endeki leksiya mındak. Bay dedik, 5. günü bunu dedi, 6. günü bunu dedim. Tez obzor. Amerika Cungo münasebeti toğra çislabiga 2020 yıl 8. ayının 6. günü haftaga Perşembe. Tez obzor. Amerika Cungo münasebeti toğrusida vaňy konkret cevap qaytırdı. Mavzuda haber 8. ayının 6. günü Dovitor biti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Beijing vakti 8. ayının 5. günü Cungo Devlet Mahkemesi'nin azası Qoşumçu Taşqı İşler Ministeri Wang Xinhuaşe'nin ziyaretini kabul kıldı. Belki aşkısı bir oğuz gerek değil mi? Hem de Amerika Cungo münasebetinin kelgisi yüzdürüşü doğrusu da fikir bayan kıldı. Bu bir neçe nokta dikkat kılışımız gerek dep başladı Minister Wang'ye. Birinci bu elbette bir qetimlik Cungo'nun yuqori qatlimi o'rinlashtirgan maxsus ziyorat. Demek bugün Xinhuaşe o'rinlashtiribdi. Minister, Tashqi ishlar ministeri Wang'ye bilan Xinhuaşe suhbat quribdi. Bu suhbat matbuot orqali, balki Xinhuaşe orqali butun dunyoga eng muhimi Amerika Qo'shma Shtatlar, Amerika siyosiy yo'llariga desangchi, Xinhuaşe efendi Wang'yening so'zini Amerika siyosiy yo'llariga matbuot orqali yetkazyapmiz desanglarchi. Bu ziyorat qilish matbuot orqali tashqari dunyoga Cungo aloqador taraflarning pozitsiyasini bildirishdan maqsad. Shunlar Xinhuaşening bu qatim Wang'yeni ziyorat qilishning to'g'riligidan nopozliq ziyorat qilish ekanligidan gumon qilishga bo'lmaydi. Demak, buni markaz o'rinlashtiribdi degan vatandosh. Hozir BDH yig'ini boshlandi dedi Johnson efendi. BDH yig'ini boshlanganda balki BDH yig'inida Amerika qanday taqobil turish, ya Amerika qanday pozitsiya tutish yoki Amerika qanday yo'l qo'yish qatorliq masalalarni BDH yig'inida muzokara qildi deb o'ylasangiz bo'laverdi vatandosh. Ikkinchi, nima ishga bunday suhbat bugun o'rinlashtirildi? Mana bu savol qoldiz qo'yilibdi. Buni Dovitor biti qo'yibdi, Dovitor biti xabar qilyapti. Nima ishga bu suhbat bugun o'rinlashtirildi? Bir og'iz so'z bilan aytganda, bugungi vaziyatga nisbatan aytganda, chunki yaqindan beri yuz bergan bir qator voqealar Amerika Cungo munosabatini vaziyat xarakterli yomonlashtirib. Demek vaziyatning oldida yomonlashib ketgan vaziyat, yomonlashib ketgan Amerika Cungo munosabati vaziyati oldida Xinhuaşe Minister Wang'yeni ziyorat qildi degan gap. Wang'ye 5. kun nima dedi? Suhbatlashish funksiyasi turg'izib, har qanday masala ustal ustiga qo'yamiz dedi. Demak, bu yerda har qanday masala, savdo masalasi, aqliy milliy huquq masalasi, Tibet meselesi, Hong Kong meselesi, Uyg'uriston meselesi, demek her qanday mesele. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirishki mesele, dal mana shu mesele. Hammasi ustal ustiga qo'yamiz dedi. Nima ishga burun demedingiz bu gapni Wang'ye efendi? Nima ishga hozir deydigan bo'lib qoldingiz? Men bu savolni mana shunday qo'yman vatandosh. Xinhuaşe savol qo'yibdi. Nima ishga bugun bu suhbatni e'lon qildik deydi. Nima ishga bugun Wang'yeni ziyorat qildik deydi Xinhuaşe. Men bir so'z qo'yib qo'yaychi. Nima ishga bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan har qanday masala to'g'risida suhbatlashishga tayyor. Har qanday masalani hal qilishga, funksiyalik hal qilishga tayyor deyishga majbur bo'ldingiz Minister Wang'ye efendi. Men boshda aytdim. Yaqindan beri 30 kun ichida siz 30 qatim o'zgardingiz Wang'ye efendi. Buningda turaqliq maydoni yo'q. Turaqliq belgilangan siyosat yo'q. Turaqliq ching tura oladigan, dastlab tura oladigan prinsip yo'q deganga. Siz yüzünüzde belki Cungo hükümetinin acizliğine hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida oshkorlab qo'ydingiz degan gap. Qarab bakın. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotib Mike Pompeo mush yaqinda bir oydan beri so'z nutqlariga diqqat qilsangiz, nayti seslemelik, tertiplik, o'rinlashtirish bo'yicha, ya'ni o'zining o'rinlashtirishi bo'yicha so'zlab kelyapti. Lekin Wang'ye efendi sizni selishtirib baqsanchi, bugun bu nuqtadagi gap, ati u nuqtadagi gap.
Mesela siz yakında men leksiya kılıp sözledim Wang Yi efendi. Dastlabda Amerikaga chiroyli qosh etib, enin keyindilla Rossiyaning Tashqi ishlar ministri Ravlov bilan so'zlashga vaqt tilpin suhbat olib qolgan Amerikani tanqid qildingiz. Egri so'zlar bilan tanqid qildingiz. Masalan, bir kun avvalgi Amerikaga chiroyli pozitsiya bildirganingiz yaxshimidi, to'g'rimidi yoki Ravlov bilan suhbatlashgan vaqtida Amerikani tanqid qilganingiz to'g'rimidi? Biri-birini inkor qilish. Pozitsiyasida bir-birini inkor qilish. Fikrda prinsip yo'q. Prinsip yo'q, faqat logikalik, mujmallik. Endi bugun yana o'tirg'i chiqibsiz. Men 6-kuni so'zlagan so'zingizni hozir vatandoshlarga yetkazdim, mujmal, konkretlik yo'q. 5-kuni so'zlagan so'zingizni hozir vatandoshlarga yetkazdim. Nima deydi? Nima dediniz? Üstəl üstə qoyumuz barlıq məsələrini. Hər qandaq məsələlər boyunca Amerika ilə sözləşimiz. Nimiş ki şundaq deydiğən bulub qaldınız. Yani bir keçi ötmeyle 6. günü yani bunu inkar qilib diplomatiya sahasida urush bilan biz Amerika bilan adaq kuchi elishimiz debsiz. Oxirda yana nima debsiz? Bilinglar ki dunyo umid qilmasliginglar kerak. Bugungi jungo ayni chog'dagi Sovetlar emas. Raz bir noktada bu to'g'ri. Sovetlar O'rta Osiyo va boshqa ellarga hukmronlik, mustamlika hukmronlik qilib keldi. Hech qachon Sovetlar o'z vatani jazo lageri qurgan emas. Uni kulak deymiz, kulak davrida yoki Sibiryaga sürgün qilishlar deymiz, o törmüş şeklinde elip verildi, cinayet şeklinde elip verildi. Siz bo'lsangiz hozir qarıqı yo'q. Cinayet yok, günahsız bir milletni hazır nazarbandga tashladingiz. O'xshamaydigan tarafim mana bu yerda Wang Yi efendi. Siz o'xshamaydi debsiz, o'xshamaydigan tarafim mana bu yerda. Lekin kommunistsiz, ular bolshevikida o'xshaysiz. Ular atom yadro qurollariga ega, siz ham atom yadro qurollariga o'xshaysiz. Ular masalan sobiq Sovetlar O'rta Osiyo va qo'shimcha Sharqiy Yevropani mustamlika qildi. Hozir siz Tibetlarni, Hong Kongni, Uyg'uristonni, Manjuriyani mustamlik qilyapsiz. O'xshashli gap. Hozir siz barliq masalalar bo'yicha üstəl üstə qo'yimiz debsiz Wang Yi efendi. Undaqda millat masalasi yoki xalqarodagi milliy masala bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi geopolitikalik siyosat masalasidir. Bugun siz shu hadingiz bo'yicha üstəl üstüge qo'yib Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Mesela Tibet doğrusu da, Uyg'uriston doğrusu da, Hong Kong doğrusu da sözleşelimsiz Wang Yi efendi. Neymiş ki bu vaziyet yana boşap gittiniz? Boşap gitişinin sebebi neyme biz sözlep geldik? Bugün tayyorlayamay kaldık. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining sayya sog'lomlik ministerligining ministri Alexey Azar efendi yaqinda Tayvanni ziyorat qildi. Ana 18 ayning 15 günü Washingtonga keladi ekansiz. Uyghur efendi suhbat vakili Uyghur efendi keladi ekan. Bu suhbatning mazmuni nima uni bilmaymiz. Hozir dunyoga oshkora bo'lgani balki junguluq sizni, Wang Yi efendi ministr sizni oldirtib qo'ygan bir masala hozir ministerning Amerika Qo'shma Shtatlari sayya sog'lomlik ministerining Tayvanni ziyorat qilishi. Bu dahshatli bir hol. Siz uchun bu dahshatli bir hol. Agar to'rbatlardagi munozirlar va mulohizalarga asoslangan vaqtda bu elchi, ya'ni tibbiy soha bo'yicha sog'lomlik bo'yicha Tayvanga boradigan Alexey Azar u yerga berib qaytib kelgandan keyin masalan hukumatning ministr darajalik amaldor Tayvanga berib qaytib kelgandan keyin ikkinchi navbatda kim berishi mumkin? Savol qo'ydi Goboshan. Tuniginki to'g'ri filmida kim dedi? Balki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanni ziyorat qilishi mumkin dedi. Belki Prezident Trump Tayvanni ziyorat qilishi mumkin. Bundaq bo'lgan ishlar nima bo'lib ketadi ministr Wang Yi efendi? Sizga qartib, jungo qartib bir odam bir pay o'qitishning maoshi yo'q. Sizga qartib, jungo kompartiyasi qartib birisning vaqirishi to'lab diqqat qil deb ogohlantirish berishining maoshi yo'q.
Hamma öz joyida hal bo'ladi minister Wang Yi efendi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat arboblari Tayvanni ziyorat qildigan bo'lsa, uning oxirgi natijasi yoki muqarrar natijasi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan diplomatik munosabat o'rnatadigan bo'lsa, siz öz joyida kuyib, öz joyida erib qolgan Shamdek tugaysiz Jungo Kompartiyasi. Öz joyida erib qolgan Shamdek tugaysiz Jungo Kompartiyasi. Sizning armiyangizning o'zi qonunsizlik bo'lib tashkillash. Jungo Kompartiyasini Jungo quruqlik hukmronlik qilishi qonunsiz bo'lib qoldi Jungo Kompartiyasi. Sabab boshqani qo'yib turayli, siz Jungo Kompartiyasi Jungo quruqlik hukmronlik qilgan 70 yil mobaynida tavlab keldingiz. Bugun Tayvanni ozod qilaman dedingiz. Ati tinch yo'l bilan ozod qilaman dedingiz. 70 yil. 70 yil atqan paxta bir chapanga maz bo'lmabdi. Bo'ladi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining sayya sog'lomlik ministrligining ministri Tayvanni ziyorat qildi deb o'tirg'i chiqdi. Dahi bu arbob aeroplanga chiqmadi. Aeroplanga chiqib Taybey shahriga tushgan kuni anday ishdan qandaq bo'ladiganligini minister Wang Yi efendi siz ko'rib qolasiz. Biz ham shu vaqtni, shu asnoni taqozolik bilan kutyapmiz minister Wang Yi efendi.